O'zbek san'atining yorqin namunasi qiziqchi Mirzabek Xolmedov vafot etdi. Telegram messenjeri orqali qiziqchi va aktyor Mirzabek Xolmedovning vafot etgani to'g'risidagi mish-mishlar tarqalgandi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Mish-mishda Mirzabek Xolmedov kutilmagan yurak xuruji bilan soat 16:50 da kasalxonada ko'z yumgani qayd etilgandi. Uning haqiqatga qanchalik yaqin ekanini bilish maqsadida jurnalistlar Xolmedovning o'g'li Ulug'bek Xolmedovga murojaat qilishdi. Bu yolg'on xabar. Qaysidir ongi past odam Telegram kanalidagi o'quvchilari sonini ko'paytirish uchun turli xildagi bo'lmag'ur xabarlarni tarqatib yotibdi. Xudoga shukr, dadam sog' salomatlar. Hozir xizmat yuzasidan Samarqanddalar. Hammasi joyida deb javob beradi jurnalistga Ulug'bek. Undan avval qiziqchining o'zi esa bergan intervyusida faoliyatidagi qiyin kunlarni quyidagicha eslagan edi. Bu yerda otarchilarga nima bor? Sobit Asomov sobiq Lenin nomidagi muzeyda elektr tarmoqlariga javobgar shaxs bo'lib ishlardi. Shu akaning yordami bilan hamma ishdan ketgan vaqtda muzeyga kirib, tayyorgarlik ishlarini qilardik. Ammo bir kuni ruxsatsiz binoga kirayotganimizni rahbarlar bilib qolib, quvib solishgan. Muzeyda otarchilarga nima bor deyishgan. U paytlar qayta qurish vaqtiga to'g'ri kelgani uchun har tomonlama qiyin edi. Arzimagan puliga bo'lsa-da Toshkentdagi barcha teatr va kino saroylarida konsertlar berardik. Ammo qisqa vaqtda odamlarning og'ziga tushib, kasetalarimiz tarqalib ketgan. So'ngra maslahatlashib Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berganmiz. Keyin jamoat teng ikkiga bo'lindi va Mirzo teatri alohida ijod qila boshladi. Ko'pchilik bizni raqib deb bilsa-da, aslida biz hamisha do'stdan ham yaqin bo'lganmiz, deydi Mirzabek Xolmedov. Qiziqchi mushtumzo'rlar taqibiga uchragan kunlari haqida quyidagicha eslaydi. To'ylar bilan bog'liq ko'plab qiziqarli voqealar bo'lgan. Hozir-ku san'atkorlar to'yga emin-erkin borib keladi. Avvallari esa to'yda xonanda yoki qiziqchiga qitmirlik qilish odatga aylangandi. Mushtumzo'rlar to'y yakunida istaganicha xurmacha qilig'ini qilardi. Mast alastga aka, sizniki to'g'ri deb turishdan boshqa iloji yo'q edi. Eng yomoni 1988-89-yili to'pponcha bilan qo'rqitish urf bo'lgan. Bir kuni to'yda xizmat qilayotgan ikki erkak kelib, "Chetroqqa o'ting, gap bor" degan. Ular meni o'zlari bilan boshqa to'y xizmatiga olib borishni istashgan ekan. "Yo'q, xizmatdaman" deyishim bilan kostyumining ichki cho'ntagidan to'pponcha ko'rsatgan. Xullas, shunday to'ylarda pishib Mirzabek Xolmedov bo'lganman, deydi qiziqchi. Dublyajga umuman qiziqmasdim. To'tiqush Kesha haqidagi multfilm yodingizdami? Uning o'zbek tilidagi varianti aslida ham qiziqroq chiqqan. Albatta bunda Mirzabek Xolmedovning hissasi katta. Janozamga kelishgan. Mirzabek Xolmedov o'zbek san'atkorlari ichida eng ko'p o'ldiga chiqarilgani bilan ham ajralib turadi. 2016-yili ham xuddi shunday mish-mish tarqalgan. Men yoshligimdan shunaqa xabarlar eshitib katta bo'lganman. Bir safar o'libdi, peshinda chiqarishar ekan degan xabar tarqalgan. Uzoq safardan yo'ldan kelayotsam, eshigimning tagida tumonat odam peshinga chiqararkan deb keldik deyishdi. Yo'q, sog' salomatmiz dedim. Rahmatli onam sening tuprog'ing yengil, bolam. O'zing uydasan-u, gaping ko'chada derdilar. Keyin bir marta chiqdi bu gap, keyin yana bir marta chiqdi. Kim biladi, bu internetdagi odamlarning ishi bo'lsa kerak, deydi Mirzabek Xolmedov. Ma'lumot uchun Mirzabek Xolmedov 1989-yildan buyon o'z muxlislari uchun har yili konsert dasturi tashkil qilib keladi. U aktyor sifatida Alif va Laylo, Oltin devor, Ko'zlarim yo'lingda, Muhabbat sinovlari 1, Muhabbat sinovlari 2, Ulfatlar 1, Ulfatlar 2, Ulfatlar 3 kino kartinalarida rol o'ynagan. Hozirgi kunda u O'zbek davlat satira teatrida rahbar bo'lib faoliyat yuritadi.